Oliy Majlis Senatining 20-yalpi majlisida bir qator parlament so'rovlari ko'rib chiqilgandan so'ng qonun loyihalariga ham o'tildi. Xususan, ijtimoiy tadbirkorlik to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. 27 ta moddadan iborat mazkur qonun loyihasida qayta ko'rilib chiqishi lozim bo'lgan bir qator normalar mavjudligi sabab mazkur loyihani qayta ko'rib chiqish bo'yicha qaror qabul qilindi. Shu bilan birga Bojxona kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ham senatorlar tomonidan muhokama etildi. Senatorlarning qayd etishicha, mazkur qonun keyingi 2 yil ichida tadbirkorlar tomonidan ko'tarilayotgan muammolarning yechimiga qaratilgan. Amaldagi Bojxona kodeksi 412 ta moddadan iborat. Shu o'zgartirish kiritilayotgan qonun bo'yicha mazkur kodeksni 81 ta moddasiga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilyapti. Jumladan shuni 70 ta moddasi qaytadan o'zgartirilib berilyapti hamda 10 ta moddasi umuman yangidan berilyapti, faqat bitta modda chiqarib yuborilyapti. Qonun loyihasi senatorlar tomonidan ma'qullangandan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun muhokama qilindi. Mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farqlovchi belgilari, ya'ni o'z belgisi va standarti bayrog'ini joriy qilish tavsiya etilmoqda. O'z belgisi deganda tegishli adabiyot va manbalarga ko'ra davlat rahbarini nafaqat davlatning boshqa boshqaruv organlari, balki boshqa davlatlar rahbarlaridan farqlovchi belgisi tushuniladi. Standart so'ziga izoh beradigan bo'lsak, bu so'z barcha chet el davlatlarida ishlatiladi va asl nemis tilidan standart so'zidan olingan bo'lib, rahbar hozir bo'lib turgan joydagi bayroq ma'nosini bildiradi. Oddiy qilib so'zlaganda, prezident standarti so'zi davlat rahbarining bayrog'ini anglatadi. Ushbu bayroq qayd etilgan joy albatta davlat rahbari hozir bo'lib turgan joyni boshqa davlat rahbarlari hozir bo'lib turgan joydan farqlashga xizmat qiladi. O'z o'rnida davlat rahbarining standarti, ya'ni bayrog'i davlat rahbari bo'lib turgan joyda ko'tariladi. Qonunning qabul qilinishi O'zbekiston Respublikasining qonunchiligini ilg'or xorijiy tajribaga muvofiq takomillashtirish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farqlovchi belgilardan foydalanish tartibini belgilashga ko'maklashishi qayd etildi. Mazkur hujjat ham senatorlar tomonidan ma'qullandi. 20-yalpi majlis davomida suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ham muhokama qilinib, senatorlar tomonidan qabul qilindi. Mana shu qonun bilan suv tejovchi texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga joriy qilish, suvni tejash masalalarida mana modda bilan shu bo'yicha modda bilan qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Bu dehqonlarimizni kutayotgan asosiy bugungi kundagi maqsad edi. Bundan tashqari suv iste'molchilari uyushmalari mamlakatimizda faoliyat ko'rsatardi. Lekin bularda juda ko'plab muammolar bo'lardi. Chunki bular fermerlik hisobidan moliyalashtirilgan edi. Pul yetishmasdan ularning ishlashi, maosh olishi qiyin bo'lardi. Mana qonun bilan mana shu masalalarga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Suv tejovchi texnologiyalarni mana suvni isrof qilish masalalarida ayrim xatolarga yo'l qo'ygan fermer, dehqon, mana qishloq xo'jalik sohasidagi iste'molchilarga jarimalar masalasida ham katta o'zgarishlar qilyapti. Bundan tashqari raqamli texnologiyalarni butun jahonda tatbiq qilinyapti. Mana shu sohada ham raqamli texnologiyalarni tatbiq qilish masalasida ham mana qonunga juda mustahkam modda bilan kiritilyapti. Yalpi majlis davomida shuningdek senatorlar narkologik kasalliklarga chalingan shaxslar huquqlarini himoya qilish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasini rad etishdi va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tarkibiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqib, Oybek Azamjonovich Barakabayev hamda Doniyorjon Muhammadjonovich Tojiboyevni 10 yillik muddatga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi lavozimiga saylash to'g'risida qarorni qabul qilishdi. Majlis yakunida Senat raisi mamlakatimizdagi muhim siyosiy jarayon, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovida barchani faol ishtirok etishga chaqirdi. Fursatdan foydalanib, yurt taqdiriga befarq bo'lmagan barcha fuqarolarimizni, butun xalqimizni mana shu saylovda faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Barchangizga sog'lik, omonlik tilab, 20-yalpi majlisimizni yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat.